$1,500 $1,000 ham bo'ladi. Deyapsiz? 91. Ha, 91 mana 91-yilda ishlab chiqarilgan mana 06 ishqibozlariga jo'natib qo'yasizlar. Mana akalar ko'rishingiz mumkin 60-70% bor ekan. Ha, o, signallarni qaranglar buni. Asli boshqacha-yu. Yashildan ajoyib neobычный ranglar xullas. Signal chexollari bor, boshqacharoq. Retro ishqibozlarga tashlab qo'yinglar lekin. Bundan light bosib ketsanglar mana holatni ko'ringlar. Anaqa barlarigacha bor ekan. Anaqa Lacettini, Gentleman shunaqa nimalar boslab qo'ygan ekan pulga. Holati yaxshi bo'lib turibdi. Aka orqa oldi udari yo'qmi buni? Butun mashina ekan mana ko'rishingiz mumkin. Kameraga sig'may qolyapti. Ko'ringlar akalar. Narxi ham arzon. Retro ishqibozlarga jo'natib qo'yasizlar. Bular kilometr so'ralmaydi endi. Ko'raverasizlar. Kraskasi bir tomdan pastda bor deyishyapti. Yana o'zlaring uchun tekshirtirib so'rab olaverasizlar. Hozir 1600 kam bor deyapsiz uni. 1300 larga chiqarsa aloqaga aka. Ha, 1300 terasida bitta ekan, 1600 dan kam bor deyapti. Yana aloqaga chiqib gaplashib kelishib olaverasizlar. Arzonda. Skuter narxi. Skuter narxi yo'q. Skuter ham beryapti. Tarag'ator skuterlarda. 12 millionga. Nomeringizni aytib aka? 77lik. 77lik. 746. 746. 58. 58. Bo'ldi aka. Aka mana ko'ringlar, вообще arzonada. Kepak narxi qo'yapti. Nimalar? Instagram Sarvar Avzor aka. Ha, Instagram kiritib turing. YouTube'ga endi joylaymiz aka. 83-yilda ishlab chiqarilgan. Takemetda umuman muammo bo'lmaydi deyishyapti. Mana ko'rishinglar mumkin. Nomerlarigacha mana shu yerda bor, hamma yo'q bor. Qanaqa moskvich bor ekan. Balonlari ham bir 20-30% bor ekan. Niva ishqibozlarga jo'natib qo'yasizlar. Endi mabodo sizlarga kerak bo'lmasa, orqalarini ko'rishingiz mumkin. Davrada zo'r mashina bo'lgan. Bularni probaga boshqasiga qiziqish shart emas. Hamma zo'r deyapti. Yurishga tayyor mashina ekan. Ko'rishingiz mumkin. Orqa holatlarini. Fursat topgan yaxshi mashina lekin. Dalalarda ishlatgan. Asa baquvvat mashina chiqqan bular. Aka, mana shu nomerni qo'yib qo'yamizmi? Mana shuni qo'yib yuboring. Bo'ldi. Olovdan shunday mashinalar bo'lsa, cheklanmagan miqdorda. Ha, ham olishar ekan, ham sotishar ekan. 90lik, 550, 88, 78 ga aloqaga chiqsalar, narxini aka 9 million deyapsiz, narxini kam bor a? Kami bor. 9 million 31-yilgacha. Ha, 9 million kam bor ekan, temir balonda ekan, 31-yilgacha ekan, temir baloni ham mana. Haydab yursa bo'ladi. Metallar kuyib, bosib haydab yursa bo'ladi. Mana akalar mandoshniksidan, bunisini yili 99-yil ekan. Balonlari bir 20-30% bor ekan. Ko'rishingiz mumkin. Ichki salonlari, chexollari bor. Evakor polilar tashab qo'yilgan ekan unga ham. Ko'rishingiz mumkin. Hozir kraskasi mana shu orqa qanotda bor dedingiz xolasa. Ha, qolgan joyi radno ekan, orqa qanotda o'zida kraskasi bor ekan. Qolgan joylari radno ekan. Korobka mos xodovoylari hamma zo'r-a? Korobka mos xodovoylari hamma zo'r deyishyapti. Muammosi yo'q ekan. Dokumentda muammo bo'lmaydi. Dokumentda umuman muammo bo'lmaydi deyishyapti. Aka, nech pul qilib berasiz uni? 1600 kami bor ekan. Nomeringizni aytib o'rasiz aka. 90lik 157 71 76. Variantga ham eplasa bo'ladimi aka, bir $500? Variantga yo'q, faqat narxga aloqaga chiqaverasizlar. 07 ga qiziqqanlar uchun mana bozorda ko'rishingiz mumkin. Narxi ham ancha arzon. Eshitib ko'rib tursalang, obuna bo'lib like bosib tursalang, ko'rib turinglar. Ichki salonlari mana yaxshi holatda saqlangan. Hozir probaga 665 ming probay bosib o'tibdi. Asbujit qilingan ekan, yengil asbujit qilingan ekan. Hozir orqa oldi udar yo'q aka shunda. Udar bormi? Shuni olganmiz, shuni qilyapmiz. Ha. Olganmiz. Yana bir ko'rsatib, tekshirtirib olaverasizlar ekan, ustalayapsa. Narxi $1500 deyishyapti, $1600 deyishyapti. Endi undan kelishib so'rab ko'rasizlar. Motor korobka moslari zo'r aka. Motor korobka moslari zo'r ekan. Balonlari ham yaxshi holatda, tungi zoday balonlardan taqib qo'yilgan ekan. Balonlari ham 80-70% bo'lib turibdi.
Hop, nomeringizni aytib olasiz akamiz. 91lik 689 689 95 96 95 96. Buni addini olamiz yo bir xil bitta olaveraymi? Motorsini ko'rsatib o'tasiz. Motorni ochib bering bo'lsa, ko'rsatib qo'yaveramiz motorni ham. Motor holatlari ham mana qanaqa ekan. Benzinga ham, propanga ham haydab yursa bo'laveradi. Hozir bunda metan yo'q ekanda bo'lsa, faqat propanga, benzinga haydab yursa bo'laveradi. 07 oppoq. Tonirovkani bosib orqalarini cho'ytirib yursa operativniy mashina bo'ladi bu ham. Asosiy mashina.